Meteoqaramlikni qanday aniqlasa bo'ladi? Agar sizda bosh og'rig'i, ko'ngil aynish, yurakni tez urib ketishi, oyoqlarda og'riq, tomirlarni tortishi, boshning og'rig'i va boshni aylanishi ko'pincha bu havoning o'zgarishi bilan boshlanib davom etayotgan bo'lsa, bu yerda meteo bog'liqlik bo'lishi mumkin. Siz avvalambor buni qanday qilib aniqlashingiz mumkin? Birinchisi, televizor yoki radio orqali ko'pincha bunday havo o'zgarishlarini e'lon qilib borishadi. Shu holatlar bilan bog'liq holatda o'zingizni holatingizni baholab boring. Ya'ni bosh aylanishi, og'riqlari yoki davleningiz ko'tariladigan bo'lsa, bu holatlarni yozib boring. Ikkinchisi, qon bosimingizni o'lchab boring. Ayniqsa havo o'zgarishlari bilan bog'liq holatda kuzatayotgan bo'lsangiz, bu asosiy belgi hisoblanadi. Uchinchisi, agar sizda surunkali kasalliklardan gipertoniya kasalligi, migren yoki artroz, bo'g'im kasalliklari mavjud bo'lsa, bu kasalliklarni avj olishini kuzatishingiz mumkin. Sizda meteo bog'liqlikni borligini, qaramlikni sezsangiz, siz nima qilishingiz kerak? Uy sharoitida uyqu rejimini normallashtiring. Suv balansiga e'tibor bering. Kofe va achchiq choylarni voz keching. Quyuq, qovurilgan ovqatlarni kamaytirib, suyuq ovqatlarni ko'proq iste'mol qilishga harakat qiling. Kontrastli dush juda ham zo'r yordam beradi. Tomirlarni bo'shashtirib, mushaklarni yengillashtiradi. Yengil bo'yin sohasiga massaj qon bosimingizni me'yorlatib, umumiy holatingizni yaxshilaydi.